Muhammad, bu yoqqa chiq, seni Makkaga tiriklayin olib borishim kerak. Muhammad, bilaman sen shu yerdasan. Chiq bu yoqqa. Bu yerda emas ekan. O'rgimchakning butun turibdi. Yerga katta in uribdi. Yo'q, ular bu yerda emas. Shimolga, Yasribga yuramiz. Abu Bakr va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu odamlarning ovozini eshitib, oyoqlarini ko'rib turishardi. Shunda Abu Bakr yig'ladi. Ya Rasululloh, agar oyog'ini tagiga qarasa ko'rishardi-ya bizni dedi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam tamomiy xotirjamlik bilan "Ma zannuka bi isnayn Allohu salisuhuma." Ya Abu Bakr, uchinchi sheriga Alloh bo'lgan ikki kishi haqida nima deb o'ylaysiz? Ya'ni Alloh saqlaydigan bo'lsa, oyog'ini tagiga qarash emas, kirganda ham ko'rmasin. املأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين